Mana shu reklamalarda qo'yilaverganligidan odamlarni hayotining mazmuni o'zlariga kerak bo'lmagan narsalarni ortidan quvishga aylanib qoldi. Qaytarib aytaman. O'zlariga kerak bo'lmagan narsalarni orqasidan quvalab yurishlik odamlarni hayotini mazmuniga aylanib qoldi. Kerak emas edi u narsa. Ammo shu qo'yaverganidan bizni ongimizni ham boshqaryapti. Birodarlar, nima yeyishimiz kerakligini ko'rsatyapti, to'g'rimi? Tishingizni qaysi pastada yuvish kerakligini o'rgatyapti. Bolangiz orqasini qaysi qog'oz bilan artishni ham o'rgatyapti. Hamma narsani ko'rsatyapti. Sen o'ylama. Sen biz aytganda qilsang bo'ldi. Sen faqat mononi ol, mononi ye, mol savolni berma. Siz bilan bizni ongimizni boshqaryapti bu reklamalar. Shampun olish kerak. Magazinga kirdingiz. Shampunlar rastasiga qarab turib, qaysi markalarni istaysiz? Hop, ketdi. Shunda kirdingiz, zubni pasta olish kerak. Birinchi qaysi brendni istaysiz? Choy rastasiga bordingiz. Birinchi qaysi choy xayolingizga keladi? Sizlarda miyalarga bizni miyamizga quyib qo'yapti. U haligi zambirovani bo'lyapti akalar. To'g'rimi? Yana bo'lib ham ayni dinimizga dushman bo'lgan yahudlarni ishlab chiqargan mahsulot.